Markus Luttrell, yolg'iz omon qolgan yigitni taniysanmi? Tayyorlovda bo'lganman, jahannam haftaligidan o'tganman. Buni ko'p marta aytdim. Maxsus operatsiyada halok bo'lgan ko'plab yigitlarni bilardim. Parashyutda sakrash kursida uning egizagi Morgan Luttrell bilan o'qiganman. Red Wings operatsiyasida yagona tirik qolgan odam Markus edi. Markus Luttrellni yaxshi bilardim. O'sha paytlari vaznim 90 kilogramm atrofida edi. Yugurish bilan jiddiy shug'ullanmasdim. Flot ofitseri edim, lekin ko'proq bodybuilderga o'xshardim. Yakshanba kuni 20 daqiqa davomida elliptik trenajyor bilan shug'ullanardim. Faqat shu. O'sha kardio mashqlarni ham. Bu kasallikka chalinmagunimcha hech bu haqida o'ylab ko'rmagandim va bu sodir bo'ldi. Boquvchisini yo'qotgan odamlarga pul yig'ish yo'lini topishim kerak edi. Shuning uchun Google'dan jamg'armani qidirdim va u yerda maxsus operatsiyalar jangchisi jamg'armasini topdim va dunyodagi eng qiyin 10 ta poygani qidirdim. Ultramarafon haqida hech narsani bilmasdim. Birinchi bor bir martada 32 kilometr yugurdim. Keyin Bedford 135 marafoni chiqdi. Shartda yozda O'lim vodiysi bo'ylab 217 kilometr yugurish. Men buni bosqichli poyga deb o'ylagandim. To'xtamasdan 237 kilometr yugurish mumkinligini bilmasdim. Bosqichli poyga 237 kilometr yugurasan. Ha, keyin yana 37 kilometr, 217 kilometr bo'lmaguncha. Ultramarafon nimaligini bilmasdim. Chris Kaufman, Bedwater marafoni direktoriga qo'ng'iroq qildim. U menga "Ultramarafonchimisan?" dedi. U nimaligini bilmayman dedim. U davom etdi. 24 soat ichida sen 160 kilometrdan ko'proq yugura olganmisan? Men esa yo'q dedim, lekin flot ofitseri ekanligimni, jahannam haftaligida qatnashganimni, renjerligimni aytdim. U e'tibor ham bermadi. Menga baribir poygaga yo'llanma olishing kerak. Hujjat topshirish 2 oydan keyin yakunlanadi. Agar xohlasang yo'llanma olishing mumkin bo'lgan yana 2 ta marafon bor. Biz 90 ta eng zo'r atletlarni tanlab olamiz. Sen esa ultramarafonchi ham emassan, lekin menga shijoating yoqyapti. Seni hisobga olishim mumkin. Chorshanba kuni qo'ng'iroq qil dedi. San-Diegoda poyga bo'ladi. San-Diego 1,5 kilometr aylanma yo'lida 24 soat ichida yugurasan. Qancha yugura olsang, 24 soat ichida 160 kilometrni bosib o'tolsang, marafonga qabul qilaman dedi. Hisoblab ko'rdim. 1,5 kilometrni 14 daqiqada bosib o'tishimga to'g'ri kelyapti. Hech gap emas. Uddalayman dedim. Lekin ochig'ini aytaman, bu hayotimdagi eng azobli og'riq edi. Bunaqasi bo'lmagan. Xotinim, ya'ni sobiq xotinim bilan Walmartga kirdik. Ko'k buklanadigan kurscha, Ritz pechenelari, proteinli ichimlik oldik. 160 kilometrlik yugurishda shularni yerdim. Start chizig'iga kelib turdim. Bu AUA milliy chempionati edi. U yerga yig'ilganlar zo'rlarning zo'ri. Bir-biri bilan 24 soat ichida qancha kilometr bosib o'tish uchun bellashadi. Men bo'lsa ular orasida bahaybat, bodybuilding bilan shug'ullanadigan mushakdor bo'lib turadi. Bu paytda vazning qancha edi? Taxminan kamida 104 kilogramm. Bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Kamiga mushaklaring ham bor. Ha, ko'kraklarim, yelkalarim keng edi. Surat ham bor. Bir qaraganda hech kim bu bolaning bir aylana ham yugura olishiga ishonmasdi. Mutlaqo o'xshamasdim. Shunday qilib poyga boshlandi. Taxminan 60-80 kilometr yugurdim. O'zimni yaxshi his qildim. 115 kilometrga yetganda charchoqdan o'lib qolay dedim. Bu hayotimdagi eng yomon og'riq edi. 100 kilometr deganda ko'k kurschaga o'tirdim. Ritz pechenelari 30 kilometrdan so'ng maydalanib ketdi. Suvni ham to'g'ri ichmayotgandim, nima qilishni bilmasdim. Xullas, quvvat bo'lishi uchun Mayoplex ichdim. Ortiq pechenelarni yeyolmasdim. Suvim ham qolmagandi. Men o'layotgandim. Ko'k bukiladigan stulchaga o'tirib, aylana bo'lib yugurayotganlarni tomosha qildim. Boshim aylangan, o'zimni eplolmasdim. Hojatxonaga kirmaganimga 12 soat bo'lgan, lekin yaxshi ketayotgandim. 12 soat ichida 115 kilometr juda yaxshi. Sobiq xotinimga qarasam, u ko'zimga 3 ta bo'lib ko'rindi. Harakatlanishni to'xtatganimdan keyin miyam ham to'xtab qoldi. Hojatga chiqishim kerak edi. Hojatxona esa 6 metr uzoqda. Bora olmasdim. O'sha yerga o'tirib yozildim, qon chiqdi. Yana 45 kilometr qolgandi. Oyoqlarim singan. O'zim esa eng yomon holatda edim. Chunki yugurishni to'xtatgandim. Deyarli 1 yildan beri yugurishga chiqmagandim. Faqat bodybuilding va trenajyorda bor yo'g'i 20 daqiqa shug'ullanardim. Umuman yugurmasdan deyarli yugurmadim. 1 yil mobaynida yugurganlarimni yig'sa 80 kilometr chiqmaydi. Men buni xohlamagandim. Yuguruvchi emas, mushakdor flot ofitseri bo'lgim kelgandi. Qandaydir ozg'in yuguruvchi emas. Qizig'i shundaki, bir kun oldin jahannam haftaligida instruktorim bo'lgan Joe Burns ismli yigit, shayr yigitlardan biri, o'sha yerda zalda ekan. Juma kuni musobaqadan oldin u mushaklarni chiniqtirar, tosh ko'tarardi. Aynan u menga shunday poygana qila olishni isbotladi. U meni musobaqada qatnashishga, ro'yxatdan o'tishga undagandi.
Men ham unga qo'shilib badanimni chiniqtirishni, tosh ko'tarishni boshladim. Bilardim, ertaga marafonda meni kuzatib turardi. Yaxshi, ko'rib qo'y, bugun shunaqa tosh ko'tarishimni, ertaga shu holimda 160 kilometr yugurishimni ko'rasan. Xo'sh, nima deysan? Uni qoyil qoldirmoqchi edim. To'g'risi, bu menga qimmatga tushdi. U marafonga keldi, qo'lida esa men sevgan shokoladli shirin kulchalar, chunki u oldingi hayotimni bilardi. O'sha yerda sotilayotgan 6 ta kichkina kulchalardan olib keldi. Men boshimni egib o'tiribman. 112-kilometrda oyog'imdan qon oqardi. Yana 45 kilometr yugurishim kerak. Men qo'limni pechenyelarga cho'zdim. Ongimni uyg'otishni boshladim. Ko'pchiligimiz qiyin paytlarda hatto kuchli odam ham qanchalik matonatli ekanligini unutib qo'yadi o'sha og'ir damda. Bunaqa paytlarda o'ylab olishimga bir necha soniya ajrataman. Buni yengishing kerak. Qo'lingdan kelgan, u kelgan, bu kelgan, unga erishding, bunga erishding. Imkonsiz degan narsani miyam qabul qilmasdi. Bilardim, o'rnimdan turishim kerak, yeyishim kerak, ichishim kerak, hushimni yig'ishim kerak. Shundan boshladim. Vahimaga tushmadim. Hali 160 kilometr bo'lishiga yana 45 kilometr bor deb. Jarayonni sekin boshladim. O'rnimdan tura oldim. Yo'lakda sudraldim, faqat yurish. Umuman yugura olmayotgandim. Yugura olmasdim. Oyoqlarim qaqshardi. Bu hayotimdagi eng kuchli og'riq edi. Mashg'ulotlardagi hech narsani bunga qiyoslab bo'lmasdi. Oxirgi 45 kilometrda sobiq xotinim menga shunday qaradiki, tushundim, ulgurmaymiz. Juda ham sekin harakatlanayotgandim. O'sha paytda 130-kilometrda nimadir qarsilladi. Bunaqasi bo'lmasa kerak. Ongim, tanam, ruhim, barcha narsalarim bir-biriga bog'landi. Ongim bilardi, hazillashmayapman. Bilardi, to'xtamayman. Bilardi, o'sha yigit o'ldi, ko'mildi, yo'q bo'ldi. Shu Walmart yonida o'lishga tayyor edim. Nima bo'lishidan qat'iy nazar buni yengib o'taman dedim. U yerda meni xalq tomosha qilmayotgandi. Marrada sovrin ham yo'q edi. Ongim o'zimni musobaqada deb tasavvur qilmasdi. Hech narsa yo'q edi. Umuman hech narsa. U yerda meni tanimaydigan bir to'da odamlar. Menga farqi yo'q edi. Faqat o'zim bilan o'zim kurashdim. Atrofimni qoplayotgan zulmatdan yorug'lik qidirdim. Unga chuqurroq kirib bordim. Keyingi 32 kilometrni ham yugurdim. Jami 160 kilometr bo'ldi. Keyingi 32 kilometrni taxminan 1030 tezlikda yugurdim. Shunday qilib 160 kilometrni 18 soat 50 daqiqada bosib o'tdim. Dabdalas chiqib ketgan ko'k stulimga o'tirdim. Tanam tamom bo'lganini tushundim. G'ururni his qildim. Shu bilan birga hayotimdagi eng dahshatli og'riqni ham o'zimni juda qattiq qiynadim. Tanam xodaga aylanganda, umuman kuchim qolmaganda, pasimdan juda ko'p qon ketardi. Xotinim hamshira edi. Buni ko'rib vahimaga tushdi. O'rnimdan qimirla olmasdim. Oyoqda tura olmasdim. Xotinim mashinani olib keldi. Shundoqqina meni o'tirgan gazon yoniga. Ikkalamiz ham og'ir atletika bilan shug'ullanardik. U ham ancha baquvvat edi. Qo'limni yelkasiga qo'ydim. U meni mashinani orqa o'rindig'iga olib bordi. Derazani tushirdim chunki mendan hid kelardi. Ustimni yopib oldim. U paytda San-Diegoda noyabr edi. Mashinani orqasida qaltirardim. U vahimaga tushdi. Doktorga olib boraymi dedi. Yo'q, uyga ketdik dedim. Biz San-Diegodagi bir uyni 2-qavatida yashardik. Mashinadan tushdim. Xotinimga suyanib yuroldim. Boshim egik. Hushimdan ketish arafasida edim. 1-qavatga chiqib o'tirib oldim. Hushimdan ketish arafasida edim. Endi turishga qodir emasdim. Qo'limni xotinimning yelkasiga qo'yib, panjalarini ushlab tepaga chiqib oldik. Qo'llarim uning yelkasida. Oshxona eshigiga yetib borganimda yotib oldim. Hamma joyini rasvos chiqib ketgan. Bir ambalab uni yordamida vannaga yetib oldim. Hamma joyim rasvo edi. Bu juda yomon ko'rinardi. Bu dunyodagi eng yoqimsiz narsa edi. Bu hayotimdagi eng ayanchli holat edi. Qizig'i shundaki, hozir bularni ayta olmayman, chunki ortiq boshqalarni azoblanishidan rohatlanmayman. Bularni eshitgandan keyin odamlar meni istaganlaricha atashlari mumkin. Chunki shu bilan o'zlarini oqlashadi. Ular meni avliyo deb o'ylashlari mumkin. Men yo'qsizlikdan chiqqanman. Bunga har kim qodir. Har kim. Men vannada o'tirar, u ustimdan suv quyardi. Onamga qo'ng'iroq qildi. U paytda onam doktor bilan uchrashdi. Doktor meni shifoxonaga olib kelish kerakligini aytdi. Faqat Bedworth musobaqasi direktori Chris Kaufmanga qo'ng'iroq qilib uddaladim deyishni xohlardim. Onam keldi.
Seni doktorga olib boramiz dedi. Men o'shanda qo'ying og'riqdan rohatlanay dedim. Nimalar deyapsan deb holi jonimga qo'ymasdi. Doktorga bormasam bo'lmasligini tushundim. Lekin hech kim o'ylamagandiki, inson zotini qo'lidan men uddalagan narsa keladi deb. 115 kilometrdan o'tdim va o'sha 115 kilometrda men o'lgandim. 100%. Men 100% deb o'ylagandim. Lekin qattiq adashgan ekanman. Hayotimdagi eng yomon jismoniy holatimdan keyin 45 kilometr yugurdim. O'sha barcha charchoqni, azobni tanamda sezib vannada o'tirar ekanman. Suv yuzimga urib turardi. Bu tuyg'u g'alaba tuyg'usi edi. Hech narsani sezmaslikni xohlardim. Dori bersa-yu, uxlatib qo'yishsa. Nima bo'lgan taqdirda ham men buni uddaladim. Ha, uddaladim. Bu qanchalik g'alati eshitilmasin, lekin o'sha on hayotimning eng go'zal lahzasi edi. Ta'ziq ostida o'sgan bolakaydan shunaqa qiyinchiliklarni yengib o'ta oladigan erkakka aylanish men uchun g'alaba. Ushbu podkast Qiymat loyihasi tomonidan tarjima qilingan. Podkastning to'lig'ini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Qiymat yopiq hamjamiyatiga qo'shilishingiz mumkin. Bu orqali siz loyihani qo'llab-quvvatlaysiz va bu kabi uzun va sifatli kontentni tarjima qilishga yordam berasiz. Obuna narxi 48 ming so'm. Obuna ichiga har oy 2 tadan 4 tagacha tarjima qilingan podkast kiradi. Va bundan tashqari qaysi podkastlarni tarjima qilishimizga ham ovoz berishingiz mumkin. Tarjima va ovoz berish mehnati kuch va xarajat talab qiladi va qo'llab-quvvatlashingiz orqali Qiymat loyihasi sizga qiymat berishda davom etishiga yordam berasiz. Obuna sotib olish uchun Telegram orqali Qiymat adminga plus belgisini qoldiring. Havola video ostida.